Yana bir yangilik aytmoqchiman. Ertaga mana hozir ko'rgan bo'lsangiz, ofisimiz remontdan chiqdi bugun. Sizlarga aytdim. Birinchi, demak, ommaviy razborni mana shu yerda qilaman. Offline hamda onlayn tarzda bo'ladi. Bu razbor qanaqa razbor? Sizni probka bo'lib turibdi, hozirgi muammongiz ildizi, lekin uni olib tashlash bilmayapsiz. Razbor jarayonida har bir qatnashuvchi 3 ta 4 tadan vaziyatini, ya'ni muammosini olib keladi va ana shu bilan ishlanadi. Bu yerda necha kishi qatnashsa, onlayn qatnashsin, offlayn qatnashsin, umumiy hammaga yechim beradigan amaliyotlar bilan ishlanadi. Ya'ni siz bir paytning o'zida 10 ta, 15 ta, balki undan ham ko'proq muammolaringizga, bloklaringizni yechishga sabab bo'ladigan transformatsion uchrashuvda ertaga